Kipri ulashda 5 ta yo'l qo'yiladigan asosiy xatolar. Birinchi xato: kiprikni ko'rlar bilan qayirmaslik. Qayrilgan kipriklar bilan kli surish osonroq bo'ladi. Ikkinchi xato: kliga xuddi tushga o'xshab surtish. Klini faqatgina kiprik ildizlariga surtamiz, faqatgina ildizlarga, teriga emas. Uchinchi xato esa kiprikni xuddi shunaqangi holatda uchidan sug'urib olish. O'rniga kiprikni xuddi shunaqangi ildizidan torting. Ildizidan tortilganligi sababli akkuratni bo'lib uzilib chiqadi. Navbatdagi xatoyimiz ho'l va nam bo'lgan joyga kiprikni yopishtirish, ya'ni teriga. Bu o'sha vaqtda o'zidayoq o'zinglarni achishtirib qichishtirishni boshlaydi. Yana bitta xato: kiprikni bitta reatda yopishtirmasdan har xil yo'nalishda yopishtirib tashlashadi. Bu juda ham xunuk ko'rinadi. Kiprik yopishtirayotganingizda bir qatorda yopishtirishga harakat qiling. Oralarda bo'sh joylar qolmasin. Eng katta xatolardan bittasi boshidan oxirigacha bir xil razmerdagi kiprikni yopishtirish. O'rniga ko'zimizni burchaklaridan oxirigacha uzunlikni kamaytiramiz. Oxirida kipriklarni fiksatsiya qilayotganda xuddi shunaqangi holatda surtish. Birinchi kiprikni ildizlariga surtamiz. Undan qolgan qismini uzunligi bo'ylab yo'naltiramiz. Va albatta ish oxirida kipriklarni pinset bilan qisib qo'yish esdan chiqmasin. Kanalimga kirib ko'ring. Bundan da kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlar juda ham ko'p.